Hürmetli vatandaşım yukarı leksiyanın devamı nime deydi? Qaranga yana mındaq deydi. Bu yeni yıllık devlet işler katibi rakestilleri son notqada tılg elip ötken Janubi Asiyadaki demokratik devlet Hindistan bilen Amerika'nın yer şari miqyası da stratejik ortak yüzlenişi cümleden küçüyüp kelevatkan lekin prensip ve halkara tertipke emel kılmaydıgan Jungo'nun Asya Tinç Okyan rayoniga yetekçilik qilishig'a yol qo'ymaslikdan iborat yangi reallikni ko'rishdi. Washington tadqiqot organi Steven Markezi Janubiy Osiyo turining mudiri Brian Eyler Amerika Ovoz radiosi muxbirining ziyoratini qabul qilganda bundoq ko'rsatdi. Bu xil o'tirib qo'yishning o'zgarishi Prezident Trump hukumatining Hindiston va Jungo to'g'risidagi ko'z qarashlarining o'xshamaydiganligini aks ettirib berdi. Diqqat vatandosh. Brian Taylor nima deydi? Amerika Ovoz radiosining muxbiriga ziyoratni qabul qilganda u bundoq ko'rsatdi. Bu xil o'tirib qo'yishning o'zgarishi yani Hindi Tinç Okyanı stratejisi o'ttirib qo'yishning o'zgarishi Prezident Trump hukumatining Hindiston va Jungo to'g'risidagi ko'z qarashlarining o'xshamaydiganligini aks ettirib berdi. Xalqaro strategiya tadqiqot markazi Osiyo ishlari muavin boshlig'i Michael Green mundaq hisobladi. Sobiq prezident Bush Oqsaroyga kirib, vazifaga o'tirgandan keyin tunji qatim Sharqiy Osiyo va Janubiy Osiyoni davlat bexatarligi Osiyo ishlari mudirining mas'ul bo'lishiga topshirgan. Bu maqsad Hindiston orqali tangpinglashtirish, Jungoni cheklashdan derak beradi. Ayt oyt degichi o'tirg'i chiqqan Hindi Tinch Okyan strategiyasi yuqorqi maqolaning davomi 2-chi. G'alaba qilish choralari mavzuli xabar 11-oyning 11-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlangan. Prezident Trump haftaning 5-kuni Vyetnamda Jangang shahrida o'tkazilgan Osiyo Tinch Okyan iqtisodiy hamkorlik yuqori darajalik boshliqlar yig'inida nutq so'zlaganda bundoq ko'rsatdi. Men bu qatimqi Osiyo ziyoratimda erken echib etilgan Hindi Tinch Okyan qurishning manzarasidan faxrlandim. O'xshash bo'lmagan madaniyat, nurg'unlagan, o'xshash bo'lmagan egelik huquqliq mustaqil davlatlar gullanadigan, ovotlashadigan, erkin va osoyish muhit ichida gullanadigan, taraqqiy qiladigan yerning manzarasidan faxrlandi. Prezident Trump Vyetnamdagi Jangang shahridagi yig'inda hozir bu strategiyaning manzarasi, umumiy manzarasi, davlatlarni birlashtirib umumiy manzarasi tasvirladi. Prezident Trump bu nutqida mundaq ko'rsatdi. Yoki mundaq o'ttirib qo'ydi. Amerika bilan hamkorlashadigan, texnik hamkorlik munosabati o'rnatib, Hindi Tinch Okyan bo'yidagi davlatlar aro do'stlik va savdo tijorat bog'lanishini o'ttirib qo'ydigan davlatlar bilan birlashib, yoki tijorat bog'lanishlarini o'rtaq kuchaytirib, gullanish va bexatarlikni birlikda ilgari sürüşümüz gerek. Prezident Trump mundaq ko'rsatgan. Biz adil va o'zaro manfaat yetkazish prinsipini asos qilgan kuchli savdo munosabati o'rnatish bo'libmi Amerikalik savdo munosabati o'rnatish bu hamkorlik munosabatining yadrosida kechiringlar. O'rnatish bu hamkorlik munosabatining yadrosidir. Amerika bilan boshqa davlatlar va boshqa xalqlar savdo munosabati tiklaganda hozirdan boshlab bizning sheriklarimizning biz bilan hamkorlashuvchilarning bizga o'xshash samimiy holda prinsipga amal qilishini umid qilamiz. Biz bilan hamkorlashadigan kishilar davlatlarning prinsipga amal qilishi, samimiy holda prinsipga amal qilishini umid qilamiz.
biz iki tarafdaki bazarning, endi Tinch okeani rayonidagi bazarning va Amerika bazarining o'xshash darajada echib etilishini umid qilamiz. Hukumat belgilagan kishilar kelib emas, balki xususiy shirkatchilar kelib mablag' selishga yetakchilik qilishni umid qilamiz. Hukumat belgilagan kishilar kelib emas, balki xususiy shirkatchilar kelib mablag' selishga yetakchilik qilishini umid qilamiz. Сөйткенке Jungo'ni cheklashga bo'lmaydi. Jungo'ning Amerika turishliq bosh elchisi Сөйтkenke ziyorat qilganda u mundaq dedi, Jungo'ni cheklashga bo'lmaydi. Jungo'ning Amerika turishliq bosh elchisi Сөйтkenke 10 ayning 30 kuni Prezident Trumpning Jungo'ni ziyorat qilishi to'g'risida o'tkazilgan muxbirlarning kutib olishig'ida Amerika, Hindiston bilan Yaponiya, Avstraliya bilan rayondagi davlatlar bilan hamkorlashdi. Sizning bu to'g'ri ko'z qarashingiz nima deb savol qo'yganda muxbir va mundaq ko'rsatdi. Osiyo Tinch okean rayonida hamkorlik echib etilgan keng qursaqliq bu masalaning xalqiliq tarafidir. O mundaq ko'rsatdi. Har qanday rayonda davlatlar aro, har qanday rayondagi davlatlar bilan rayon sirtidagi davlatlar munosabati noldan boshlanmasligi kerak. Demak, Сөйтkenkening nazarida Hindiston Amerika munosabati hozir noldan boshlanyapti. Amaliyotdagi munosabat Jungo bilan bo'lgan munosabat tashilib qelyapti. Başlanması gerek. Bu rayonda boshqalarni chetga qoqadigan guruh uyushtirish va noldan boshlash usuli bilan masala hal qilish har qanday ishga foydasizdir. Bosh elchi Сөйтkenke mundaq ko'rsatdi. Jungo'ni cheklash, jumladan Amerika, Yaponiya, Hindistonni o'z ichiga olgan har qanday davlatning manfaatiga uyg'on kelmaydi. Shundaqla men har qanday davlat Jungo'ni cheklay deb qarayman deb javob berdi bosh elchi Сөйтkenke muxbirning savoliga. Amerika Qo'shma Shtatlarining Hindi Tinch okeani strategiyasini qisqacha tanishtirib o'tdik. Buningdagi ayrim jumlalardan bahrlangaysizlar vatandoshlar.